Hech o'zingiz sevgan insonni yuvib dafn qilganmisiz? Bu qanday tuyg'u edi? Yaqinda otamni dafn qildim. Otamning o'lim guvohnomasiga imzo qo'yganimni eslayman. Bir vaqtlar u tug'ilganlik guvohnomamga imzo qo'ygan. Uni shifoxonadan olib, morgga olib ketayotganimda, mashinani haydab borarkanman, u orqada jonsiz yotardi. Tushunyapsizmi? Dada, mashina haydashni o'rgatdingiz, endi sizni olib ketyapman. Mashina haydashni o'rgatganlari esimda. "Hoy, qimirla, nima qilyapsan?" derdi. Bir vaqtlar u meni yuvardi, endi men uni yuvyapman. Uni kafanlayotganimda, kasal bo'lib yotganimda ustimni yopib, holimdan xabar olgani yodimga tushdi. Endi esa uning ustini men yopyapman. Subhanalloh, uni dafn qilayotganimda uni oxirgi marta ko'rish va o'pish nasib qildi. Qabrda otamdan boshqa hech kimni yuzini ochmaganman, o'pmaganman. Sovuq jasad terisini his qildim. "Dada, siz ketganingiz yo'q, hammasi endi boshlandi" dedim. Inshaalloh tez orada yoningizga boramiz. Inson boshidan kechiradigan eng og'ir narsa ota-onasining o'limi. Buni har bir inson boshidan o'tkazadi. Yoki farzandingizni dafn qilasiz yoki ota-onangizni. Ana o'shanda odamlar hayot haqiqatini his qiladi.